Tabobatda shunday chiroyli dorivor giyohlar borki, gormonlar faoliyatini me'yorda ushlab turadigan. Masalan, ulardan bittasi juda ham o'zim sevib tavsiya qilaman. Patsientlarimda natija juda ham a'lo darajada, hattoki bepushtlik tashxisida ham juda ham samara bergan dorivor giyoh bu Vitex hisoblanadi. Vitex dorivor giyohi LG-FSG faoliyatini yaxshilaydi va undan tashqari hattoki testosteron miqdorini normallashtiradi. Ayollarda endometriy qavati bilan bog'liq muammolarda, folikula bilan bog'liq muammolarda juda ham yaxshi yechim bo'ladi. Va undan tashqari Belaya amila degan dorivor giyohimiz bor. Belaya amila ayollarda miomalarda, kistalarning so'rilishida chiroyli yechim bo'la oladi. Va undan tashqari juda ham ko'pchilik ayollarimizda endometriy qavati bilan bog'liq muammolar bor. Homilaning kechikishida asosan shu endometriy qavatini o'rni juda ham muhim. Hayzni 14-kunda, ya'ni o'sha folikula yetilib yoriladigan kunda, ovulyatsiya kunida endometriy qavati 8 mm dan yuqori bo'lishi kerak. Ming afsuski, o'sha gormonlarni betartib ishlashini hisobiga endometriy qavat yo o'sib ketib qoladi yoki juda ham yupqa bo'ladi. Ana o'sha endometriy qavatini chiroyli ushlab turishda evkalipt giyohini o'rni juda ham muhim. Va undan tashqari Borovaya matka va Krasnaya shotka degan dorivor giyohlarimiz bor. Bepushtlikni davolashda, endometriy qavat bilan bog'liq muammolarda, kistada, miomada juda ham yaxshi samarali yechim bo'ladi. Fitoestrogen dorivor giyohlar hisoblanadi bular. Fitoestrogen dorivor giyohlar aynan ayollar gormonini, estrogen faoliyatini stimulyatori hisoblanadi.